Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar. Bugun siz bilan 2026 yilgi Chevrolet Lacetti haqida gaplashamiz. Bu yangi model har bir kishining kundalik hayotini yanada qulay va zavqli qiladigan imkoniyatlarga ega. Birinchidan, uning tashqi ko'rinishi juda zamonaviy va jozibali. Yassi chiziqlar va silliq burchaklar uni nafaqat shahar yo'llarida, balki uzoq safarlarda ham e'tiborni tortadigan qiladi. Yoritish elementlari yanada kuchaytirilgan va kechki payt ham yo'lni aniq ko'rish imkonini beradi. Shuningdek, havoning qarshiligini kamaytiradigan aerodinamik shakllar harakatni silliq va qulay qiladi. Ichki makonida esa barcha narsalar qulaylik va amaliyot uchun joylashtirilgan. O'tirish joylari uzoq safarlar uchun mo'ljallangan bo'lib, orqa va oldingi yo'lovchilar uchun yetarli kenglikni ta'minlaydi. Saqlash uchun joylar ko'p, shu jumladan ichki javonlar va shaxsiy narsalarni qo'yish uchun joylar ham mavjud. Haroratni nazorat qilish tizimi esa har qanday ob-havo sharoitida sizni qulay saqlaydi. Shuningdek, haydash jarayoni juda oson va samarali. Yengil boshqaruv, silliq otishlar va aniqlik bilan harakat qilish imkoniyati har bir yo'lovchi uchun qulay tajriba yaratadi. Shahar sharoitida ham, tez-tez to'xtash va harakatlanish talab qiladigan joylarda ham u o'zini ishonchli his qiladi. Yana bir muhim jihati xavfsizlik tizimlari. 2026 Lacetti yangi avlod xavfsizlik yechimlariga ega. Ular harakat paytida yuzaga keladigan xavf-xatarlarni kamaytirishga yordam beradi. Shu bilan birga, old va orqa himoya tizimlari, shuningdek, qo'shimcha signal va ogohlantirishlar haydovchi va yo'lovchilarni himoyalaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, Lacetti kundalik hayotingizda tejash imkoniyatlarini ham taqdim etadi. Yonilgi samaradorligi va tejamkor ishlash mexanizmlari sizga uzoq yo'l bosishda ham ortiqcha xarajat qilmaslikni kafolatlaydi. Shu bilan birga, texnik xizmat ko'rsatish qulay va oddiy, bu esa uni uzoq muddat davomida ishonchli qiladi. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilgi Chevrolet